Assalomu alaykum aziz obunachilar, uzoq-yaqindan kuzatayotganlar. Akalar, obuna bo'lmay ko'rayotganlar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Obuna bo'lish, like bosib, mutoba besplatniy qilib qo'yganmiz. Sizlar uchun harakatdamiz. Obunachilarimiz qancha ko'paygan sari biz ham shuncha yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz, jigarlar. Shuncha harakat qilyapmiz. Obuna bo'lmay kuzatayotganlar juda ham ko'p ekan. Xo'p, bu qismga Andijon mashina bozoridan lab bo'ladi, syomka qilganmiz. Sizlar so'ragan lab bo'ladi, haligi Damas labolardan ko'proq oling deganlar ko'p edi. Damas labolardan ko'proq oldik. O'zimiz O'zbekiston labo, Karaski labolar ham bor. Xullas $2000 ga ham labo topib qo'ydik. Hech qanday bank yo'q, nasiya variant emas. $2000 ga Karaski labo topib qo'ydik. Video davomida ko'rasizlar. Yoqsa bittadan like bosib, obuna bo'lishni ham unutmanglar. Kim bizni qayerdan kuzatyapti, shuni ham kommentga обязательно yozib ketinglar. Sizlar bilan Shohirbek Uz Andijon mashina bozoridan Instagramimga ham obuna bo'ling. Instagram bilmaydiganlar uchun barchasi vodiyda deb yozsanglar Instagramga, Instagram kanalim chiqadi. Unda dehqonlardan ko'proq video qo'yapmiz. Ya'ni misol o'zimizga olib kelyapti, o'zimiz bozordan tashqari holatdan video qilib beryapmiz. Bosorasizlar jigarlar, sizlarni Instagramda ham kutaman. Andijon mashina bozorida mana jigarlar, labolar qatoriga o'tdik. Bugun haftaning yakshanba kuni. Shanba bozor kuni emas, shanba yakshanba kuni mashina bozori bo'lib qoldi. Kecha ham videoga olganmiz, boshqa mashinalarni bugun endi labolarni video qilyapmiz. Har doimgidek labolar qatorida odamlar serob, chunki labolar bozori zo'r bo'lyapti. Shuncha odam mana bitta laboni savdosi ham qilishyapti ekan. Yana qo'sharaylikmi? Necha yil? Xo'p bo'ladi. Xo'p, birinchi laboyimiz dehqon akalarimizdan aka 2010-yil kraskasi. Damas labomi? Ha, Damas labo. Xullas tayyorlab qo'yilgan, tentlar bo'lgan, polni kraska mashinamiz. Mana ballonlari va salon holatlari. Dehqon akalarimizdan Damas labo minglab o'raman deganlarga yurgani qancha buni? 325 mingmi? Korobka motorga 200% javob. Yurish turishiga 100% javob aka. Xo'p bo'ladi. Mana ortidan yonboshdan ko'rinish holatlari va mashinamizda metan gazlari bor. Benzinga ham yuradi shekilli. Benzinga ham yuradi, xudo xolasa. Xo'p. Shohruxbek o'z YouTube. Nechta puli? 43 deyasiz, 33 ga bermaysiz. Ustiga yursa berasiz. Xo'p. Faqat naqqa sotasiz aka. Variant yo'q. Dokumentlar hammasi bo'laveradi. O'zingizlar nomingizlar. Xo'p. Telefon nomeri qiziqqanlar aka. 94lik. 434 2232. Ushbu nomerlarga qiziqqanlar aloqa chiqarsa, bu ham sizlardan emasmi ishqilib? Xo'p. Qo'shib beraylikmi e'longa? Kimdan ekan bu? Bu Karaskiymikan yo? E'lon qo'shib beraylikmi akalar aboda? Xo'p, bozoringiz bersin. Ha. Necha yil? Assalomu alaykum. Yaxshimi sog'liqda tuzimsiz? 2009. Damas labo. Damas. Lekin labolardan zo'r qilib tayyorlab qo'ygansizlar. 2009 dedingiz-a? 2009-yil Damas labo emas, mana ko'rinishdan lekin yangi labolar o'xshatib qo'yilgan. Yangi tayyorlangan. Yangi tayyor. Tenglarga ruxsatnomalari bor. Ruxsatnomasi bor tentiga. Javob. Xo'p, chixollari, barlari. Labos tentim yo'q. Xo'p, Labos tentim deb yozilgan ekan. Buni probega-chi, probega. Torpeda sostenalari probega nechi bu? 00 bo'lib qolibdi. 400 ming. 400 ming probeg. Tunikalar qilingan. Generalniy bank hammasi chiqadi. Ana sotilsa bo'ldi. Mashina sotilsa bo'ldi ekanda. Damasga barter ham bor. Damasga barter ham bor. Necha pul o'zi naqqa? 4000 dan o'tib beraman. 4000 kami bor. Necha pulga bermadingiz bugun? 3,5 ga bermadingizmi? Ozgina qopda? Ha, jindak. Yo 3,5 ga bunday qilib turib siltimadimi? Ojdova bunday qilmadimi? Gaplashaveramiz. 3,5 mingga qo'shilsa berasizmi yo 3,5 mingga beraverasiz bozordan achchiz kelib qolsa? Bitta shu yana bormi? Gaplashga qaraymiz. Sog' bo'ling ojdova. Telefon nomer 33lik 33lik 037 037 1030. 1030. Ushbu nomer bilan aloqaga chiqib, qo'lini yaxshi siltib bersa 3,5 mingga ham beraversa kerak ojdova. Ojdova bozoringiz bersin. Mos motor, korobka zo'ra xudo olsin. Nimaga? Mol qo'ygan. Mol qo'ygan, obor bozorga chiqib yurmaydi. Shunday uydan siz olib ketaverasiz, ana bo'lmasa. Mana shu laboda olib beradimi keyin, ha? Sizga.
Mo'slari zo'r edi og'risa. Olgan odam yeb qolmaydimi? Yaxshi oladi-da, Yaxshi oladi. Yurgizib, minib ko'rinib ko'rib. turgan narsa bu. Bo'ldi, xo'p. Lataga o'rab sotmayapti. Mo'sga anaqa solib chiqishyapti, aprilga solib bir hafta 10 kunga dovushini chiqarmaydigan qilib. Bo'ldi, hoshta. Bozoringiz bersa. Anaqasini ko'rib cho'batib qoladi. Xo'p bo'ladi. Qo'shvaraylik e'longa akalar, abodi. Necha yili? Bu Damazdan tarqaganmi yo oddiy labomi? O'zimiz labomi? Karis labomi? Nima bu kaltam aka? Karislav necha yili? 94. Birinchi chiqqanlardan ekanda. Kaltaslar, mana kaltasdan so'rayotganlar ham bor edi. Karislar bo'ldi, kaltas. Puli yengilmi aka? 2,5 ming deyapsiz. Kami bor. 2,5 ming kam bor. Endi yurgani bo'ladi bedara. Yurgan 400 qancha bilan. O'zinikimi? 400. Kirasizga? Pashti polni o'tib aytdi bo'ladi-da endi. Xo'p. Xo'p. Pashti polni kraskasi bor ekan. Shu bir qop temirga savdo qilib yuborasiz aka. Aytdim, qaytdim yo'q, oldi, sotildi. To'g'rimi? Ha, bo'ladi. Generalni chiqadi. Qo'yilgan. Mato qilingan. Balonlar yaxshi. Mo'sga chiqishida shu bor. Necha pul dedingiz? 2,5 ming dedingiz. 2,5 ming kami bor. Necha pul berishdi bozorda? 2 ming. Bermazdimi 2 ming? Zo'r narx beribdi aka 2 ming. Yana yo ozgina bormi? Telefon raqam 91lik 488 8988. Qayerda mashinasi? Bulovoshning mashinasi. Ushbu nomerlarga aloqaga chiqib, ushbu labomizni baraka qilib qo'ysanglar bo'laveradigan imkoniyatlar bor. 8988 dedim, oxiri shunaqa. Bu ham sizdan emasmi chiqib? Xo'p. O'z meni yurgan mashina shekilli aka? O'zingizlar generalni chiqaveradi. Salom yo'llab. Ha, aka assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzimisiz? Do'stlarim, hammalarga salom, kelaverasizlar. Qachon keldingiz Rossiyadan? Endi bir hafta bo'ldi. Bir hafta bo'ldimi? Qayerda? Qaysi? Rossiya sovuqmi? Beti so'miga? Yo'q, so'mi? Shohrobey o'z YouTube. Shohrobey o'z qachon chiqadi? Abitdan keyin chiqadi. Bo'ldi, hozir ko'raman. Bo'ldi aka. Yo'q, o'chmaydi aka. Mashinada ketadi. Bizda hani realni ketadi aka. Hech narsa o'chmaydi. Aka, sog' bo'ling. Labo kerakmi? Xo'p. Bozori bo'lyapti shekilli buni akalar. Damazlar bu. Bunga baraka bo'lyaptimi aka? Bungami? Necha pul beryapti akamga? 47 beryapti. 22 mi? Savola bering. Zo'r so'radi aka. Damazlar bu. 2022-yil 4700 ga bermayapti. Aka bering. Tentlar ruxsatnomalari bor. Hamma yo'q bor. Yana mashina bormi? Bundan boshqa e'lon qo'shib yuboraylikmi? Qani mashinalar? Mashinalar bormi bu yerda? Bitta shumi? Beringlar 4700 ga yaxshi pul o'ryapti. 5000 ekan akani dedi. Chempion mashinalarga rassroshka ochildi. Shahar uchun qulay. Mana salonlar 2022 Damazlar bo'ldi. 4700 ga. Ertalab savdoni yurgizing aka. Odamni zekin. Genç qo'ram. Anchuli kelishgan. Minganim aka. Necha soat qarab izlab turib, 200 dollar ustiga yurardi. 200 ming qo'shib beradi adam ikkimizga bo'lmasa. 25. Minganim aka. Chiqimiga qo'shib beringchi, beramigan aka. 200 ming bering, so'm beradi. Ha, mingani. Una demang endi bu yoqiga, una demang. Bering aka. Qo'shdi mashina aka. Odamni zekin. Oxirgi bitta so'rayman aka. Ana bo'lmasa. 4750 ga barakami aka? Bering aka. Bo'lmaydi aka. Bering, zo'r pul oldi. Qo'shaman. Hisob chiqsa bering aka. Ertalab yurgizing bozor. Dalmaysiz, yangi mashina olasiz. 22 savdosi bo'lyapti, jigarlar. 2022 yurgani ham 95 ming, 96 ming bo'libdi. Xullas Damazda chiroyli qilib labo qilib qo'ygan. 4750 savdosi bo'ldi, beyman. Eski minib yurgan mashina zavorasiz bor-ku. Mana shu
Xo'p, navbatdagi laboyimiz 2019-yil Damas labo. Chiroyli qilib tayyorlab qo'yilgan, yonadigan baka o'ylab qo'yilgan. Mashinamizga mana zavodskoy diska balonda. Shumkalar qilib qo'yibsiz aka. Shumka bo'lgan. Chexollari, barlari, ana salon holatlari, polilasta. Yurgani qancha buni aka? 326 mingmi? 326 ming. Tentlar ruxsatnomalar bor. Xo'p, metanmi bu? Metan ekan aka. Metan benzin. Dugalargacha qo'yib qo'ygan, mana ortidan ko'rinish holatlari. Lislarini ham mana yangi qo'yib qo'ygan. Nech pul aka? 5000? 5200 kami bor. Bu savdosi bo'lmadimi aka buni? 5200 kami bor. Variantga beramizmi? Faqat naqmi aka? Faqat naqqa sotamizmi? Damazlar bo'lsa bo'ladi. Ha, Damazga barter bo'laveradi. Yilning eng pasti nechigacha olasiz Damaz? 9. 2009 tepasiga barter bo'laveradi. Hisoblab qolaveradi. Xo'p, gen chiqaradi dedingiz-a? Xo'p, gen chiqaradi. Mana jigarlar Damaz laboyimiz 2019-yil 5200 kami bor deyapti. Lekin labolar qatorida savdolar zo'r bo'lyapti. Mana bu yoqda ham bitta savdo bo'lyapti, ko'rayotgan bo'lsanglar. Savdolar labolar qatorida vaqti zo'r. Bugun 3-savdoni ko'ryapmiz уже. Aka, telefon raqami ayting. 97lik 97lik 467 467 70 70 00. 00 ga aloqaga chiqasiz. Bitta shu yana bormi boshqa? Hozircha bitta shu. Xo'p, aka, bozoringiz bersin. Xo'sh baraylik Meylonga aka. Necha yili? Assalomu alaykum. O'zimiz labo. Haqiqiy labomi? Damas labomi? Xo'p, 2011-yil navbatdagi Damas laboyimiz. Endi kraska polniy bo'ladi. Xo'p. Mana balonlari va mashinamiz salon holatlari. Chexol polilasta yurgani qancha aka buni? 688 mi? Listlar qalinidan ekan. Xo'p. Metan dugalari bor. Ana savdo bo'lyapti. Mayda ham savdoda zo'r bo'lyapti. Nech pul aka? 4000 kami bor aka. 4000 kam bor. Yurishtirishi Hamma yo'q joyida. moz korobka motor zo'r-a, udosi, dovushi yo'q. Yo'q. Nech pulga bermadingiz bugun? Yo'q, qilishyapti hali. Kechachi savdo bo'ldimi? Kecha chiqmadi, bugun chiqdingiz. Realniy xaridor bo'lmadi. Yo'q, hali qadrlagan gapishgan. Gen chiqaradi dedingiz aka. Yo'q, yenidan. 300 olish kerakmi? Voy, 300 olish yomon qimmat bo'lib ketdi-yu. Telefon raqam 93lik 693 693 74 54. 74 54. Ushbu nomerlarga qiziqqanlar aloqa chiqarasizlar. Faqat 300 olish shart bilan ekan. Naqqa sotamiz, faqat varianti ham bor. Kelishaveramiz. Variantga ham kelishaveradi. Necha puli borga? Yarim ming kelishaveramiz. 1000 bo'laveradimi? $1000 puli borga mana laboda baraka qilib qo'ysalar bo'lavergan. Variantga kelishsa ham bo'laveradi deyapti. Olasizlar naqqa olinglar, olasizlar variantga olinglar. Akamiz beraveradi har taraflama. Aka, bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Xo'p. Buni e'longa qo'shmaylikmi? Labo kimdan ekan akalar? Sizlardan emasmi? Buni-chi buni? E'lon qo'shmaylikmi aka? E'lon qo'shmaylikmi? Necha yil aka? 24 kraska. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ha, Damas labomi? 24 dan qilardinglarmi o'sha? Gerbni labo qo'yilgan. Xullas Damas labo ekan. Tentlar ruxsatnomalari bor. Bor aka, ruxsatnomasi. Yumshoq balonlar qo'yilgan mashinamizga mana salon holatlari. Hop, metan mashinamiz. Tent ruxsatnomasi bor. Mana yana bitta savdo. Bugun labo qatorida savdo rasa bo'lyapti. Listi yo'q ekan, dugasi bor ekan. Mana ortidan ko'rinish holatlar. Yurgani qancha edi? 64 ming. Yurishtirishi zo'r, xudo xolasa. Kraska ashi labo bo'lgan uchun bo'lgan. Istash ular suvaylari butunmi? Labo qilingan. Suvaylari butun, moz, motor korobka zo'r. Nech pul? 6 ming kami bor. Variantga beramizmi? Yo faqat naqqami? Nech pul bor ekan kelsa bo'ladi aka? Eng kamida 3000 pul bor ekan kelsa bo'ladi. Xo'p, savdosi bo'lmadi dedingiz bugun aka? Yo bo'ldim. Bo'lyapti. Xo'p, telefon raqam 93lik 93lik 632 1932. Qiziqqanlarga ushbu nomerlarga aloqaga chiqaverasiz. Bitta shumi aka? Bular ham sizdan. Bitta shu, ha? Xo'p bo'ladi aka. Bozoringiz bersin. Aka, e'lon qo'shib laboyimizni. Qo'shmaymi? 23 kraska. O'zimiz labo. Ha, bo'lagani hammasi Damas labo bo'lib ketibdi bozorda. 2023 kraskasi toza, o'zimiz O'zbekiston labo.
Xo'p, заводской diska balonda boshlaymiz. Va mana salon holatlari. Polilastalari yurgan probegi 119 ming bo'pti. Xo'p, listlar qilingan mashinamizga. Metanmi bu? Aka, assalomu alaykum. Sizlar bo'lyapsiz? Qanday? Xudoga shukr. Metan, benzin. Nech pul? 6 ming kami bor. Variant beramizmi? Faqat narxmi? Savdosi bo'lmadimi aka? O'zi savdosi bo'lmadimi shu paytgacha? Nech pul qilishdi oxiri? Unga so'rab qo'ying deyishyapti aka. Bugun bo'lmadi-yu. Kecha. O'tgan bozor. Nech pul? Bugungi bozor boshqa. Nech pul qildi shu o'tgan bo'lsa? O'tgan bozor shering vaqt qildi 56 ming. Bemodel 56 ga. Xo'p bo'ladi. Telefon raqam 97lik 97lik 974 05 02. 974 05 02. Ushbu nomerlarga qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. O'zimiz O'zbekistonlar bu. Shu prosta qaymoqranga xolos. Aloqaga chiqaverasizlar. Bozoringiz bersin aka. 13 ming kami bordi. 12,5. Endi siz berilgan summani aytdingiz. Hop. 2013. Kraska? Strashni udari yo'q. Suvaylar butun. Hop, 2013-yil Hyundai Porter bo'ladimi bularga? Blogerlar ham ko'payib ketdi. Yana salon holatlar. Labora qatori kam kiryapti sheringlar. Bitta men kiraman, bir ikkitasi kiradi xolos. Hop, Hyundai Porterimiz 2013-yil ortidan yonboshlardan ko'rinish holatlari. Bu metan aka. Qoraga sachib qo'yib xolos. Nechtalik metan? Nechta qancha yuradi? Assalomu alaykum. 400 kerak. 400 yursa kerak. Hop, yurgani qancha dedingiz o'zi? 445 ming. 445 ming. Nech puli? Berishimizmi yo Bo'ladiganroq qilib ayting. 12,5 dan yana ozgina o'tib beradi zo'rmasa. Ancha xayri bor. Hop, game pen chiqaramiz aka. Yurish turishi zo'r xudo xolasa. Rasxot yo'q, oladi, minadi, ishni qiladi. Bular qancha ko'taradi? Nechta tonna ko'taradi? 3 tonnami? 3 tonna. 3 tonna ko'taraveradi. Indamasdan ko'tarish tonna. Hop, bitta shumi yana bormi? Bu ham sizdan. Yo'q, shu. Shu-a? Telefon raqam. 97 tilla. Aytavering. 980 65 55. Ushbu nomerlarga qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar Hyundai Porterimizga. Mashina sostenasi yaxshi ekan. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. Ko'rishamiz. Moni qo'shib beraymi? Necha yili? 23 Kia. 2023-yil Kia. Bu baquvvat bo'ladimi? U baquvvat bo'ladimi? Bular baquvvat shekilli-a? Kialar. Bular baquvvat-a? Bular 4 tonna ko'taraveradimi bular? Yo'q, motori ham baquvvat. Motori ham baquvvat, bular qo'shib bola. Ha, motori baquvvat, ko'tarishi bir xil. Xo'p. Mana salon holatlari Kia'miz, motori baquvvat ekan. Buni yurgan probegi 130 ming. Kraska toza. Mashalloh. Yili necha dedingiz? 23 dedingiz a? Propan. 2023 130 ming yurgan toza benzin propan. Kia Bongo bo'ladimi bular? Kia Bongo'miz. Mashina zo'r. Puli necha pul? Puli ham zo'rdir buladi, ha? Bularni ancha-muncha afzal qilmayman. Mabodo uchrab qolsanaqa tanishlar qilib qo'yamiz. Ja bularni narxiga tushunib olmayman-da. 22 ming deyapmiz, kami. Ana bo'lmasa 22 ming kami bor. Nes motor korobka qo'yilgan 112 ta. Mes motor korobka qo'yilgan 112 talik. Yurish turishi zo'r. Uchadi bular, xudo xolasa. Shu ishni ham indamay tashaveradi. 22 mingdan o'tib berasiz. Variant bermaymizmi? Bir apechat puli borga? Hoshto, faqat narxmi? Faqat narxga sotiladi. Bilaroga kelishimiz mumkin, chepcha yetmasa. Barter qilaveramiz qanaqadir mashinasi bo'lsa? Yo, Ko'rib holatini kelishaveramiz, dev mashinasi. Misol, labo oddiy labosi bo'lsa bo'lmaydi. Labo bo'lmaydi. Xo'p bo'ladi. Telefon raqam. Cobalt bo'lsa kelishamiz. Cobalt Gentralar kelsa bo'laveradi. Cobalt bo'lsa Faqat Cobaltga. Xo'p, telefon raqam. 97lik 97lik 840 840 0848. 0848 ga qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Hoshto'g'a bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Xo'p.